Sizlar bilan Business Plus Technology kanali. Bugungi kunda har 3 nafar odamning birida uyali aloqa vositasi, ya'ni smartfon bor. Smartfonlar bizga ko'plab yumushlarimizda yordam beruvchi vositaga aylangani barchaga ma'lum. Lekin yana bir jihatini ham ko'rib chiqish lozim. Qo'limizdagi smartfonlar biz uchun juda xavfli bo'lishi mumkin. Smartfonimiz orqali bizni kuzatishadimi? Smartfonimizda biz bilmagan sirli kuzatuvchi ilovalar mavjudmi? Bu savollar juda muhim. Bu hozirgi texnologik davrda ko'pchilikni o'ylantiradigan masaladir. Keling ushbu savolga batafsilroq javob izlaymiz. Texnologiya rivojlangan sari bizning harakatlarimizni kuzatish imkoniyati ham ortib bormoqda. Ammo bu har doim yomon maqsadda emas. Masalan, Google va Apple kabi kompaniyalar foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun harakatlaringizni, jumladan joylashuv va ilova ishlatilishini tahlil qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar esa sizning qiziqishlaringiz asosida reklama ko'rsatish uchun ma'lumotlaringizdan foydalanadi. Telefonimizda biz bilmagan kuzatuvchi ilovalar bormi? Ehtimol shunday. Ba'zan zararli ilovalar foydalanuvchidan yashirin ravishda ma'lumot to'playdi. Ayniqsa, agar siz ilovani Google Play'dan tashqarida o'rnatgan bo'lsangiz, bu xavf yanada katta bo'ladi. Shubhali ilovalarni aniqlash usullari. Smartfon sozlamalardan ilovalar bo'limiga kirib, siz o'rnatmagan ilovalar yoki notanish ilovalarni tekshirib chiqing. Batareya va internet trafik sarfini ko'rib chiqing. Shubhali ilovalar ko'pincha yashirincha internetdan foydalanadi. Ruxsatlar. Har bir ilova qanday ruxsatga ega ekanini ko'rib chiqing. Agar xohlasangiz, keyingi videolarimizda sizga telefoningizni skanerlash uchun oddiy va ishonchli ilovalar ro'yxatini ham berishimiz mumkin. Yoki sizning telefoningizda shubhali holatlar bo'lsa, birga tekshirib chiqishimiz mumkin. Kanalimizni kuzatib boring.